Assalomu alaykum hammaga. Hammani kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etaman. Bizda hozir Krollklubda dekabr oyida skidkalar juda ham ko'p. Hozir tanishtirib o'taman. Daily Delicious proteinli kokteyllarimiz juda ham mazali. Apelsin, malina va boshqa ta'mlari ham bor. 20% skidkada hozir bizda 20 ming so'm. Bir martalikda, bizda hozir ko'rsataman mana bunaqa. Bir martalik paketikalardan iborat. Clean by Slim bu ozdirishga yordam beradigan, o'simliklardan tayyorlanadigan mahsulotdir. Bu hozir bizda ham skidkada. Keyingi skidka mahsulotimiz bizda bu maskalarimiz. Biladigan bo'lsanglar, eng zo'r yuzni namlantirib beradigan zo'r ta'sirga ega bitta korobkani ichida 5 dona bo'ladi. 20% skidkada hozir foydalanib qolinglar. Keyingi mahsulotimiz bizda bu assimilator. 10% skidkada assimilator bizda mezin kriyonni o'rnini bosadigan o'tlardan tayyorlangan mahsulot hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz bu Mema Prime. Xotirani yaxshilashda juda ham zo'r mahsulot, eslab qolish qobiliyatiga yordam beradi. Va hozirgi kunda eng global muammo bo'lgan ekologiyani kirligida xlorellani va spirulinani ichish juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki organizmda har xil shlak toksinlarni chiqarib yuboradi. Va bizani skidkalarimizda qirolichasi hisoblangan Biolon bizda mana 15% skidkada bir oyga mo'ljallangan. Bu haqida gapirib o'tirmayman, bilasizlar, bu juda ham zo'r suyak bo'g'im kasalliklarida hamda terini to'lishida, yosharishda juda ham muhim ahamiyatga ega.